Assalomu alaykum barchaga. Said Oshxonasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan juda ham mazali lakamka ruletini tayyorlaymiz. Ruletimiz rosa shirin chiqadi. Demak, ishimizni boshlab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni krem tayyorlashdan boshlaymiz. Demak, bizga rulet uchun 400 gram qaymoq, 200 gram shakar kerak bo'ladi. Bir chimdim vanil solamiz va 150 ml atrofida suv solib, yaxshilab aralashtirib olib, muzxonaga qo'yamiz. 1 soatga, 1,5 soatga. Vaqtingiz bo'lsa 2 soatga qo'yaverasiz. Qaymog'imiz qancha ko'p yog'lasa, shunchalik kremimiz yaxshi o'xshab chiqadi. Mana lopatada yaxshilab aralashtirib olgandan keyin muzxonaga jo'natamiz. Endi biskvit tayyorlashga o'tamiz. Demak, men hozir sizga o'lchamlarni mana shu qoshiqda ko'rsatib o'tyapman. Demak, shakarimizni xuddi mana shunaqa qilib sila qilib o'lchab olamiz. Unimizni ham bu ruletga qancha miqdorda un shakar ketganini to'liq opisiyaga yozib qoldiraman. Demak, ishimizni boshlab olamiz. Tog'oraga birinchi shakar soldim. Endi 30 gram davalik solamiz. 4 dona tuxum, solinadi. 50 ml muzli suv solamiz. 130 gram un, 15 gram kakao va 1 choy qoshiqida kabartni solib, quruq mahsulotlarimizni elakchadan elab olamiz. Bu endi 2 osh qoshiqda o'simlik moyi, buni bir chetga qo'yib turamiz, bir pasdan keyin ishlatamiz buni ham. Endi mana shunaqa qilib mikserda yengil aralashtirib olamiz masalliqlarimizni. Keyin mikserni past skorostida 2 minutcha aylantiramiz. 2 minutcha aylantirgandan keyin mikserni baland skorostida yana 5 minutcha aylantiramiz. Demak, bizda 7 minut bo'ldi. Ana endi mana shu boya olib qo'ygan yog'imizni sovoramiz va yana 2 minutcha aylantiramiz. Bu turistskiy biskvitni qo'l mikserida 10 daqiqa davomida aralashtirib qorib olamiz. Xuddi mana shunaqangi quyuq massa bo'ladi. Dastlabki massa miqdoridan 2 barobar ko'payadi mahsulotning miqdori. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Xuddi mana shunaqangi so'ziluvchan quyuqqina massa bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, tebrasangiz umuman cho'kib tushib ketmaydi. Endi xamirni pergament qog'ozi to'shalgan listga yoyib olamiz. Sovolamiz, keyin yoyib qoshiq yordamida yoki lopata yordamida yoyib olinadi. Bu lakamka ruleti kakaoli rulet bo'ladi. Juda ham og'izda eruvchan mazali rulet bo'ladi. Mana shu jarayonni o'tkazmasdan qunt bilan qilsangiz hammada o'xshab chiqadi. Mana xamirimizni iloji boricha tekisroq qilib yoyib oldim. Endi hozir buni duxovkaga jo'natamiz. Duxovkani oldindan yoqib qo'yganman. Demak, 160 darajada 25-30 daqiqa orasida pishib chiqadi. Mana bizni xamirimiz, ya'ni biskvitimiz pishib chiqdi. Mana shu oralari ozgina qora bo'lib qolganiga ahamiyat bermay, qo'lim bilan bosib ko'rgandim, shunaqa bo'lib qoldi. Endi buni hozir ustiga ozgina un sepib boramizda, yana bitta folga qog'ozini qo'yib, biskvitimizni qog'ozdan ko'chirib olamiz. Bu rolik aslida yangi arafasida olingan edi. Ayrim ishlar bilan
vaqt yuklay olmadim. Kech bo'lsa-da ham men shu retseptni ulashmoqchiman, chunki oldimizda bayramlar kelyapti. Balkim sizga naf tegib qolar deb o'yladim. Demak, mana biskitimizni ozgina sovigandan keyin biroz ushlab turamiz. Keyin sovigandan keyin xuddi shunaqa qilib rulli shaklda o'rab olamiz. Va ustiga sochiqmi, dasturxonmi bilan o'rab bir chetga qo'yib turamiz. Endi kremni tayyorlashga kirishsak bo'ladi. Mana qaymog'imiz yaxshigina yaxlagan holatda. Buni hozir mikser bilan ko'pirtirib olamiz. Menga ayrim kommentariyalar keladi, nimaga muzxonaga qo'yiladi deb. Muzxonaga qo'yishimiz sababi qaymoq juda ham yaxlash kerak, yaxshi yaxlash kerak, shunda chirinmaydi. Bo'lmasa bilasizlar, qaymoq tez chirib tushadi. Bu usulda tayyorlasangiz qaymog'ingiz chirinmaydi. Krem juda ham yaxshi o'xshab chiqadi. Mana men mikserlayapman. Taxminan 5 minutcha mikserladim. 5 minutcha mikserlaganimdan keyin xuddi shunaqa qattiqqina krem tayyor bo'ldi. Mana ko'rinishi juda ham chiroyli silliqqina krem bo'lgan. Demak, endi hozir biskvitni kremlashga o'tamiz. Mana ruletimizni ochib olyapman. Mana shu joyida krem surgan joyim nima deydi, tushmay qolibdi video kameraga. Chunki mana shu yangi yil arafasida pishirilgan bu retseptlar ahamiyat berilmagan, ish ko'p bo'lgan, shuning uchun mana shu ayrim kamchiliklarini e'tiborga olmaysizlar. Mana ruletimizni o'rab oldim. Xuddi shunaqa qilib o'rab olinadi. Endi bu ruletni 1 soatgacha moroziga qo'yib turdim, muzlatish uchun. Endi bu yoqda ganash tayyorlab olamiz. 150 gram shokoladga 60-70 gram atrofida qaymoq solib, suv hammomida eritib olamiz. Undan keyin mana shu ruletning ustiga 1 sidra krem surib olib, ganajimizni quyib olamiz keyin. Mana ko'ryapsizlar, rulet yaxshigina muzlagan holatda. Buni boya olib qo'ygan kremlarimizdan kremlab oldim. Mana tekislab olgandan keyin tayyorlab olgan ganashimizni quyib chiqamiz. Ganash chiroyli bo'lib chiqqan, ko'rib turibsizlar, yaltillab chiqqan. Mana shu suv hammomida eritilsa xuddi shunaqa qilib chiqadi. Mana qoshiq yordamida ganashni quyib chiqamiz. Keyin pichoq yordamida kesmalarga bo'lib olamiz. Mana men ruletimni teng 7 bo'lakka bo'lib oldim va glazurimiz yordamida ustiga chiziqchalar qo'yib chiqdim. Bu ham o'zgacha chiroy va vid beradi. Mana endi boyagi kremdan ozginagina qopchaga solib olib, ustiga mana shunaqa qilib gullarni quyib yasab chiqdik. Mana o'rtoqlar, lakamka ruletimiz tayyor bo'ldi. Ko'rinish juda ham chiroyli, ishtahochar bo'lgan. Bayramlarga, hayit dasturxonlariga, tug'ilgan kunlarga bemalol tayyorlasangiz, sizni uyaltirmaydigan retsept bo'ladi. O'ylaymanki video sizga yoqdi. Yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyalarni kutib qolaman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.